Xo'p, sizlar bilan bugun 51-sigini qisqacha bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni 51-sigini. 51-sigida qisqa matnlar bo'ladi. O'sha matnlar har xil mavzularda bo'ladi. Misol uchun Kongwa, Kinji, ya'ni har xil turda, misol uchun e'lonlar haqida, murojaatlar haqida yoki bo'lmasa har xil turdagi, misol uchun unga o'xshash o'zgarish yoki bekor qilish shunga o'xshash mavzularda bo'lishi mumkin. Xo'p, endi biz 51dagi bitta mashqni birga nima qilib ko'ramiz, ishlab ko'ramiz. Munje punsok, ya'ni munje punsok, bu munje punsok degani o'sha testni analiz qilish, tahlil qilish degani. Ko'rib chiqamiz qani. Xo'p, tamliku k kwa n terokal maral kakkak hamon jangros ishpio. Ya'ni quyidagi k qavsi va n qavsiga mos tushadigan gapni har biriga bittadan gap qilib yozing deyapti. Gap shaklida yozing deyapti. Endi birinchi matnda qanday gapligini ko'rib chiqamiz. Qanday gapligini ko'rib chiqamiz deganimizda bizda kalit so'z bor. Ya'ni kalit so'zda bu chodixamida. Chodixada ya'ni taklif qilmoq, taklif gap. Gapimizni birinchi bir marta agar yaxshi tushunadigan bo'lsangiz bir marta tarjima qilib olsangiz yetadi. Agar tarjimada qiynalsangiz 2-3 marta tarjima qilib olganingiz yaxshiroq bo'ladi. Birinchi qavslarga e'tibor bermagan holatda matnni tarjima qilib ko'ramiz. Xantal jone Isaril ismida bir oy oldin ko'chdim. Tug'an chiban chongliril xanira papanninda ije chongliga takin ismida. O'sha vaqtdan beri uylarni tozalayman deb juda band bo'lgandim. Endi barcha tozalovlarim tugadi. Kireso choy ichib eso teng. Ya'ni shuning uchun bizning uyimizda nimadir. Hukshi ibon juye teng. So'roq kelyapti albatta. Chumarining tadil papishilgo kattaso chonnal chonyoq yososhiro chabaninde chamsok kamin hashinchi yorlak chushimin kansagisida. Ya'ni deyapti, mabodo bu hafta teng deyapti. Chumarining ya'ni dam olish kuni barchalarning bandga o'xshaganliklarining sababli, ya'ni shanba-yakshanba kuni band bo'lgan bandga o'xshayapsizlar shu sababli deyapti. Bir kun oldin deyapti. Soat 6, ya'ni soat 6ga vaqt olib qo'ydim deyapti. Qatnasha olasizlarmi? Murojaat nima deydi? Xabar berib qo'ysangiz minnatdor bo'lardim deyapti. Xo'p, endi birinchi qavsimiz nuqtali gap ekan, ya'ni darak shakl. Ikkinchi qavsimiz so'roq gap ekan. Endi birinchi qavsda ham ikkinchi qavsda ham javobi shu matnning ichida bor. Shu matnni ichidan topgan holatda yozishimiz kerak. Va bu yerga yozgan gapimiz oldidagi va undan keyingi gapga bog'lanishi kerak bo'ladi. Xo'p, uyni yangi ko'chibdi. Ko'chgan bo'lsa, ko'chgandan keyin biz tozaloq bo'ldim. Ya'ni menimcha uyga taklif qilyapti hamkasblarni. Endi yangi ko'chgan uyga qanaqa marosim qilinadi? Esasalaring yodlaganmiz. Chipteri degan so'z yodlaganmiz. Uy to'yi degan. Chipteriril, ya'ni shuning uchun biz uyimizda uy to'yi qilmoqchimiz, ya'ni uy ko'rish marosimi qilmoqchimiz desak yaxshiroq bo'ladi. Chipteriril nima? Hariyogo hamnida bo'lib tushanyapti. Endi savol shaklida bundan nima bo'lyapti? Mabodo bu hafta endi taklif qilyapti. Menimcha ularni vaqtiga nima qilyapti? Chunki aytayapti-ku, bir kun oldin deyapti, soat 6ga. Shanba-yakshanbadan bir kun oldin nima bo'ladi? Shanba-yakshanbadan oldin albatta juma bo'ladi. Xo'p, juma kuni deydigan bo'lsak nima bo'lyapti? Kun yo il. Juma kuni soat 6ga ekan. Yososhi vaqtingiz bo'ladimi desak, aniqroq yaxshi bo'ladi. Shigani nima? Teshimnika yoki temnika desak bo'ladi bu yerda. Xuddi shu tarzda yozamiz. Endi nimaga men minika simnika deb yozyapman? Sababi chunki gapimizning shakli
minida smida shaklida yozilyapti. Shu sababli minida smida yozyapmiz. Agar ayo shaklida yozsa ayo. Lekin biz 51 sigida juda ko'p vaqt sarflashimiz hojati yo'q. Sababi bunga bizga ya'ni u bun dan ajratilgan xolos 5 minut. Chunki qolgan sigilarga ulgurmaymiz. Agar qolgan sigilarda yozmoqchi bo'lmasangiz, bu sigilar ustida ko'proq yozmoqchi bo'lmasangiz, bu sigilar ustida ko'proq ishlasangiz bo'ladi. javoblarni ko'rib chiqamiz. Chiptalarlar har yo'q hamda 금요일 저녁 6시ga 시간이 됩니까? Ya'ni mabodo bu hafta juma kuni soat 6 vaqtingiz bo'ladimi? Nima? Dam olish kuni barchalarning sababli.